Shu kunlarda Oktagon ligada bo'layotgan holatni hammamiz kuzatib turibmiz. Sportchilarga berayotgan gonorarlarni ko'rib hayron qoldik. Hayronlarning tagida yaxshigina gap bor ekan. Sekin-sekin bu narsa hali chiqishni boshladi. Endi berilayotgan narsalar juda ko'pi kreditga bo'lgan. Endi beruvchi shaxslardan nima foyda topadi desa, berishlik bilan nimadir narsani reklama qiladi. Uy beradigan odam o'sha domlarini, stroykalarni reklama qiladi. Moshina beradigan odam moshina kreditini reklama qiladi. Ya'ni dunyo hayotida sizgadir kimdir nimadir narsa berayotgan bo'lsa, hatto bitta gurguchib berayotgan bo'lsa, buni tagida manfaati bor, foydasi bor. Ya'ni sizdan foydani ko'zlab beradi. Ya'ni tezda portlab, dahshatga tushib, qilingan ehsonni foydasi tezda ko'rinadigan joyga qilishni xohlaydi odamlar. Shu berayotgan pulingni boshqalarga sarflagin, bitta oilani 1 yillik xarajati bo'ladi, desangiz hayotda qilmaydi. Lekin shunga qilishni xohlaydi. Nimaga? Tez ko'rinadi, tez rivojlanadi. Dunyo hayotida sizga kimdir nimadir narsa beryaptimi, tagida manfaati bor. Lekin dunyoda shunday insonlar borki, ular sizga juda ko'p narsa berishadi, lekin sizdan hech narsa evaz, badal talab qilishmaydi. Bu kim desa, bu sizni yaqinlaringiz, ota-onangiz bo'ladi.